Assalomu alaykum azizlar. Shifokor bo'lganim uchun siydik tosh kasalliklariga ta'sir qiluvchi ba'zi bir dorivor o'simliklarni tarkibidagi moddalarni organizmga bo'ladigan ta'sirini meditsina, ya'ni tibbiyot yo'li bilan xalq tilida tushuntirishga harakat qilamiz. Siydik yo'li tosh kasalligini kelib chiqish sababi ko'p bo'lib, shifokorlar yaxshi biladi va laboratoriya tekshiruvdan o'tkazishadi. Toshlarni esa tarkibi har xil bo'ladi. Vorobyova Справочный практического врача 1983-yil 185-betda yozilishicha, tosh hosil bo'lishini bitta sababi organizmda kislotalik muhitni yoki ishqoriy muhitni me'yordan oshib ketishi hisoblanadi. Endi biz sizlar bilan siydik yo'li tosh kasalligida tabobatda ishlatiladigan ba'zi o'simliklar haqida suhbat olib boramiz. Shuni unutmangki, siydik tosh kasalligida ishlatiladigan o'simliklar ko'p hisoblanadi. Birinchi, organizmni vitaminlar bilan to'yintirib, immunitetni bir turini oshirib olish kerak. Buning uchun smorodina yoki quritilgan dona, namatak, sabzi va shunga o'xshashlarni berish kerak. Shulardan birortasini yoki iloji bo'lsa hammasini iste'mol qilish kerak. Siydik tosh kasalligida qorag'at, ya'ni qora smorodina donadan bir mahal 100 gramdan iste'mol qilinadi. Qizil smorodina mumkin emas. Sabzidan tayyorlangan salatga sirka, uksus qo'shilmaydi. Namatak faqat damlanadi. Terimizga damlash mumkin emasligini sababi terimizda uzoq vaqt issiqlik ta'sirida vitaminlar parchalanib ketadi. Namatakni iloji boricha maydalanadi. Ikkinchi, siydik tosh kasalligida qirqbug'um ishlatiladi. Qirqbug'um o'simligini tarkibida silikat, ya'ni kremniy kislotasi bo'lib, silikat kislotasi toshni kolloid, ya'ni xalq tilida erigan holatga keltirib berishi Karimov 1993-yil 281-betda yozilgan ma'lumot. Endi xalq tilida aytganda, erigan toshni tushirish uchun buyrakdan ko'p siydik ajralib chiqishi kerak. Qirqbug'um o'simligi nefroz kasalligida iste'mol qilganda kamroq miqdorda, yaxshisi 1 stakan damlamani kun davomida 3 ga bo'lib ichilinadi. Damlama tayyorlash uchun 2 osh qoshiq o'tni 1 stakan qaynoq suvda 15-30 minut damlanadi va so'ngra dokadan yoki filtrdan o'tkazib 1 stakan damlamani kun davomida 3 ga bo'lib ichiladi. Qirqbug'um o'simligini, ya'ni yana boshqa foydali taraflari bor. Damlamadan 15 kun ichib, 10-15 kundan keyin ichilmaydi. Uchinchi, smorodina bargidan tayyorlangan qaynatma yoki damlama esa siydik tosh kasalligida organizmda ortiqcha oksalat va uratlarni chiqarib tashlagani uchun yana siydik haydovchi sifatida foydalanadi. Agarda qirqbug'um va smorodina bargini birgalikda damlab ichilsa, foydali xususiyati yanada oshadi. Damlama iliq holatda ichiladi. Endi erigan toshlarni organizmdan chiqarib tashlash kerak. Buning uchun siydik haydovchilardan berilish kerak. To'rtinchi, siydik haydovchilardan biri kik o'ti bo'lib, oson topiladi. Kik o'ti buyrakda qon aylanishini yaxshilab, siydik ajralishini kuchaytiradi. Buyrakda qon aylanishi yaxshilansa, demak buyrakni o'ziga ham foydali bo'ladi. Demak, kik o'ti buyrakdan qon aylanishini yaxshilasa, smorodina, ya'ni qorag'at, namatak organizmni vitaminlar bilan ta'minlasa, demak qirqbug'um o'simligi xalq tilida buyrak hujayralariga, ya'ni parenximasiga bo'lgan salbiy ta'siri juda kamayib, qirqbug'um o'simligini foydali xususiyati esa oshadi. Kik o'ti yana boshqa foydali taraflari bor. Kik o'tini topishning iloji bo'lmasa,
o'rniga moychechak, ya'ni romachka ham ichsa bo'ladi, lekin kik o'ti yaxshiroq hisoblanadi. Romachka, ya'ni moychechak ham siydik ajralishni kuchaytiradi, yana mikroblarga ham salbiy ta'sir qiladi. Demak, kik o'ti yoki romachka, ya'ni ikkitasidan birini iste'mol qilsa yaxshi bo'ladi. Kik o'ti esa yaxshiroq hisoblanadi. Erigan toshni siydik bilan organizmdan chiqib ketishi uchun siydik yo'llarini kengaytirsa, erigan tosh organizmdan ko'proq chiqib ketadi. 4-chi siydik yo'llarini kengaytiruvchilardan biri arpa-bodiyon hisoblanadi. Arpa-bodiyon faqat silliq muskullarga spazmolitik ta'sir qiladi. Ya'ni xalq tilida aytganda muskul, ya'ni bo'shga bo'shashtiruvchi ta'sir qiladi. Muskullar bo'shashib, siydik yo'llari kengayadi. Siydik yo'llari kengaysa, tosh tezroq tushib ketadi. Demak, arpa-bodiyon ham foydali hisoblanadi. Arpa-bodiyonni yarim osh qoshiqdan 2 mahal ovqatga solib iste'mol qilsa bo'ladi. Faqat homilador ayollarga tavsiya qilmagan yaxshiroq hisoblanadi. Qisqacha qilib aytganda, ovqat bilan smorodina va arpa-bodiyon iste'mol qilinadi. Na'matak, qirqbug'um, kik o'ti yoki romachka, ya'ni moychechak hammasini birgalikda yoki alohida damlab, iliq holatda 1-1,5 stakan damlamani 2-3 ga bo'lib, kun davomida ichsa bo'ladi. Damlamadan ko'proq tayyorlab, xolodilnikda asrasa bo'ladi. Fikr va mulohazalaringizni kommentariyada yozib qoldirsangiz xursand bo'lamiz.